Bolalar biroz jim o'tiringlar, men yaxshi dars o'tolmayapman. Bo'lmasa o'tmanglar sizni. To'g'risi hamda ustoz, nima qilasiz bizga dars o'tib? Bizga umuman kerak emas bu fan. Lekin bu darsni men sizlar uchun uxlamay tayyorlagandim. O normalni o'ynagan. Yana urishdinglaringmi? Bugunoq ota-onalarni chaqirib, o'qishdan haydab Ustoz, bir safar kechira qoling. O'quvchilarning tarbiyasi bilan o'zim shug'ullanaman. Boshqa urishmaydi. Bo'l, ustoz kelyapti, tayyorla. Ustoz mana o'gilar sizga. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bilib bilmay xafa qilib qo'ygan bo'lsak, kechiring ustoz.